Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Yana bir uston opkamiz Urganch shahridan bo'ldi. Kuxunli mebel ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Kuxunli mebelimiz 4 metr bo'ldi. Balandligi yerdan balandgacha 3 metr bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. 1 metrini 3 million so'mdan ishlab berdik. 12 million so'mga bitgan kuxunli mebelimiz. Biz urishga variantda ishlab berdik. Hozir 2025da trendda bo'lib turgan Turetskiy dizaynda 3 etaj etib ishlab berdik. Balandchi qismini shunday deb servisida mat akrillarda eng yaxshi akrillarda ishlab berdik. O'rtasini pastki qismini kashmir svetda ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bu yon tarafda shkafcha etib berdik. Balandida mikromarka, pastida pechka uchun chay taqlab qo'ydik. Bellarini shunday deb turbalarni beklab ketdik. Yaxshi full moykalardan qo'yib berdik, suvlarni ulab ishlatib. Pastini musor idishlari, ustki qismini shu shilkalarni taqlab berdik. Mexanizmlar vakuumli bo'ldi, eng yaxshi mexanizmlardan ko'rishingiz mumkin. Sifatli Matviy Alizi Famitadan eng yaxshi akrillardan 100% puxa plastik bo'ldi. Korpus qismi indefdan bo'ldi. Gaz o'rnini taqlab berdik. Pastki qismini 3 tortma paneromida indef bo'ladi, 100% skritli mexanizm tandem bo'ladi, 30-40 kilogacha ko'taradi. Ko'rishingiz mumkin. Vitishkalarni ham taqlab ishlatib berdik. Ishlatib buyoqlarni shkafcha taqlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bellarni kargo mexanizmlari vakuumli bo'ldi. Stollari eng yaxshi stollari Eronnikidan bo'ldi. Qalin stollardan qo'yib berdik. Shunday deb chet ko'rib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Xonani to'ldirib, dapotolog ishlab berdik. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanlar, keyingi videolarda o'tirib beramizlar. Ofisiyalda kommentariyada telefon raqamlarini qoldiraman, bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Xorazm bo'ylab borib razmer olib o'lchash besplatniy bo'ladi, sonatgan besplatniy bo'ladi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan narxlarda bo'ladi.